Assalamu alaykum hörmətli qarindaşlar. Golland dili qrammatiki dərsimizə xoş gəldinizlər. Biz bugündən başlap leestekens, yəni tiniş belgiləri, yəni Golland dilidəki tiniş belgiləri bilan birə qurtuluşub çıxımız. Biz bu tiniş belgiləri xili jiq bolğanlıq üçün 4 qismğa bölüb sözlədik. Bugün birinci qism hərflərinin çoğ yazılışı və çekitnin işlətişindən tanışıb çıxımız. Aldılan tiniş belgileri degan nima? Yani bu tiniş belgileri her qanday bir tilda bar bo'lgan tildagi bir muhim grammatik uqumning birisi, lekin biz emniyetda eng sal qarab qoladigan, lekin tilda mayli o'qish, so'zlash, anglash, yozish jihatda kam bo'lsa bo'lmaydigan bir grammatik uqum. Yani tiniş belgileri degan nima degan vaqtda, yani yiziq tilda oy fikrini to'g'ri va aniq ifodalash uchun yiziqning qo'shimcha vositasi sifatida ishlatiladigan belgilar tinish belgilari deb ataladi. Yani tinish belgisi yiziq tilda bek muhim rol o'ynaydi. Odatda ig'iz tilida gap qilgan vaqtida biz unda tinish belgilarini ishlatmaymiz. Yani masalan gap qilsak, men maktabga odim chekit, tamoq yedingizmi savol belgisi deb bunday gap qilib ketmaymiz. Lekin yiziq tilda cho'qim bu belgilar shu biz ifodalanmoqchi bo'lgan oy fikrini aniq ifodalashda tushib qolsa bo'lmaydigan, ya'ni yiziq tilininki kim bo'lsa bo'lmaydigan muhim bir tarkibiy qismi. Yani bu tinish belgilari shu oy fikrimizni to'g'ri aniq tushunishga ifodalashda, mazmunlarninki o'zaro munosabatini, shakl jihatdagi alohidaliklarini ko'rsatishda intayin muhim rol o'ynaydi. Yani ham agarda bu tinish belgilari to'g'ri shaklda qo'llanilmasa, hatto yiziq tilda qalayimqanchiliklarni, bütün ma'no jihatdagi o'zgarishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu to'g'risida bu tinish belgilari har qanday tilda bir muhimchi. Shunga har qanday bir tilda bu tinish belgilari to'g'risida işte qiziqarli latifalar, hikoyalar bor ekan. Men buningdan ikki nap keldi. Masalan, biz o'zimizning tilda balkim boshlang'ich to'liqsiz o'rta maktabda o'qiyotgan vaqtinglarda mualliminglar so'zlab bergan bo'lishi mumkin. Mushta bir padişahning o'g'liga bir ustoz dars berdi ekan. Shuning bilan bir kuni ustoz bir cümle yozg'izibdi bolalarga. Cümle yozg'izgandan keyin u shahzoda va padishahning o'g'li bir peshni xato ishlatib qo'yganlik sababidan ustozining tas qoldi ekanda kallasi ketgili. O cümle yani yaxshi odam bo'l dadangdek, eshak bo'lma. Yani bu cümlede peş eğer de xato yerga qo'yilib qolsa, yani dadangdek degandan keyiniga peş qo'yilgandan keyin, yani dadanga o'xshash yaxshi odam bo'l, eshak bo'lma deganni bildirsa, agar de bu peş dadangdek degandan oldiga qo'ysa, yani yaxshi odam bo'l, lekin dadanga o'xshash eshak bo'lib qolma degan, yani bu peşning bir oldi yoki keyiniga qo'yilib qolish sababidan butun jumlaning ma'nosi o'zgarib ketadi. Menimcha bu latifani hammanglar anglab boqqan bo'lishinglar mumkin. Menimcha adabiyot o'qituvchilarimiz bu tinish belgilarining qanchalik muhimligini so'zlash jihatda menimcha hammanglarga so'zlab bergan bo'lishi mumkin. Ondan shu fransuz tilida yana bir latifa bor ekan. Bunda yana fransiyalik mashhur yozuvchi Theodor Fontane Berlinda muharrir bo'lib ishlayotgan chaqlarda bir yoshning jurnalga avatgan bir necha kuplet she'rni topshirib oldi. Şiir to'limi nachar yozilgan, uning ustiga tinish belgilari qo'yilmagan ekan. Bu yosh o'z xatida mening tinish belgilari bilan azaldan xo'shim yo'q edi. Tinish belgilarini siz qo'yib qo'ysangiz-chu deb yozadi. Theodor Fontane yiliqi yoshqa she'rni tezlik qaytardi va uningga yozgan javob xatida siz buningdan keyin tinish belgilarini avatib bering, she'rni men yozib qo'yay deydi. Yana bu bir xil qiziqarli latifa yumor, yani mush orqali hamda tinish belgilarininki qanchalik muhimligini bildirmoqchida. Lekin bu endi biz normalda yiziq tilda sal qaraydigan bir grammatikalik uqum. Masalan, ba'zida Facebooklarda, Instagramlarda bir yozmalarni o'qib qolamiz, boshqalarning inkaslarini bir tal peshchikit yo'q. Ba'zida o'qib ololmay nafsimiz yetishmay qolib qoldi. Shu qisqasi ham tinish belgilari haqiqatan bek muhim. Bu dersimiz orqali sizlarga buning muhimligi to'g'risida bir ongga keltira olsak, ham tinish belgilarini qanday ishlatish, to'g'ri ishlatish haqida tushuncha bera olsak,
Xoş bo'lamiz. Ma'qulamsa darsimiz kelayli. Ya'ni Golland tilida eng ko'p ishlatiladigan tinish belgilari jami 13 turlik. Buningdan jiqraqlari bor, xuddi bizning tilimizdan bor o'xshash, lekin biz bu yerda maxsus Golland tili kasbini tilshunos bo'lib o'rganayotganlar bo'lmagandan mushu 13 turlik tinish belgilari hamda bizning kundalik turmush yiziqchilikda butunlay hojitimizdan chiqalaydigan shu eng muhim 13 turini akeldik. Ondan bunun birincisi harflarning cho'ng yezilishi. Bu tinish belgilarining ichiga kirmaydi. Bu harflarning cho'ng yezilishi bizning Uyg'ur tilimizda yo'q bir uqum. Bizning Uyg'ur tilimiz harflarning faqat unda cho'ng yezilishi, kichik yezilishi deb bo'lmaydi, lekin masalan bir xil harfninki 2 xil, 4 xil, 8 xil yezilishi var. Mesela A harfining bosh A, o'ttira, yolg'iz A, oyoq A deb yezilishi var. Lekin men Golland tilida shu harflarninki cho'ng yezilishi, kichik yezilishi deb qo'yadi. Bu cho'ng yezilishi mushu yiziq tilida bir muhim bir uqum. Tinish belgilari degan yiziq tilidagi bir muhim grammatikalik uqum bo'lg'achqa biz harflarning cho'ng yezilishi bu tinish belgilariga tabe emas. Lekin yiziq tildagi muhim uqum bo'lg'achqa bunimi bu tinish belgilarining ichiga qatib so'zildik birinchi tur qilib. Yani sizlar ko'rgandek, men Golland tilida harflarninki har qanday bir harfninki cho'ng yezilishi, kichik yezilishi bo'ldi. Shunga bir harfni o'rgangan vaqtda uning ham cho'ng yezilishini ham kichik yezilishini o'rganib olishinglar intayin muhim. Unda olsa bu cho'ng yezilishni qanday vaqt ishlatamiz degan vaqtida birinchi xil ahvol Golland tilida har qanday bir jumlaninki birinchi harfi cho'qim cho'ng yezildi. Ya'ni biz bir jumlani boshlagan vaqtimizda o cümlenin birinci harfi qanday söz bo'lib ketishidan qat'iy nazar cho'qim birinchi harfi cho'ng yozildi. Masalan, ik ben Uyg'ur degan bu jumladagi yani ik degan bu so'zningki birinchi harfi i harfi cho'ng yozildi. Men qizil rangda bo'yab qo'ydim, qarasanglar. Yoki ik ko'mat O'zturkiston buningda men i cho'ng yozildi. Hay izlirar desakmi, ha harfi cho'ng yozildi. İkinci xil ahval odamlar va hayvonlarning ismlarininki birinchi harfi mayli o cümlenin beshida kelsin, o'ttirda kelsin, oxirida kelsin har vaqt cho'ng yozildi. Masalan, men birur heyt Adil. Yani Adil desek Adil degan odamning ismi bo'lganligi uchun hozir bu so'z jumlaning eng oxiriga keldi. Lekin mush Adil degan ismninki birinchi harfi A cho'ng yozildi. İkincisi Hayz Minir Abdurrahim O'tkir desek, yani Abdurrahim O'tkir degan bu ismmi bir ismninki ham ism ham familiyasi har ikkilisi cho'ng harfda yozildi. Bu bir yiziq tilda muhim bir uqum. Masalan, imtihonlarda mushunga diqqat qilmasanglarmi, agar bir jumlani boshlagan vaqtda birinchi harfini cho'ng yozmay qolsanglarmi, imtihonlarda numar kesib o'tadi. Uchinchi xil ahvol jug'rofiyalik ismlar cho'ng harfda yozildi. Masalan, jug'rofiyalik ismlar deganda davlatlarning ismi, tog' daryolarning ismi degandek işte ismlarning hammasi cho'ng harfda yozildi. Masalan, Niderland, Turkiya, O'zturkiston, The Netherlands tal, in Turkisi Moskva, o'shaning hammasidagi shu birinchi harfi cho'ng harfda yozildi. To'rtinchi xil ahvol alayda organ, marka, shirkatlarning ismlari va unvonlar cho'ng harfda yozildi. Masalan, The Hoograad, ya'ni yuqori sud mahkamasi debchi, shuningdek Hoograad HR harflari cho'ng harfda yozildi. Coca-Cola bilasizlar dangliq marka, bu cho'ng harfda yozildi. AF Tal Training, yani AF Til Tarbiyalash Maktabi deb AF cho'ng harfda yozildi. ANVB, bunu bilasizlar Gollandiyadagi bir cho'ng shirkatning ismi ham mushlar cho'ng harfda yozildi. Endi 5-chi xil ahvol ba'zi bir ulug'lanadigan, muqaddas deb qaraladigan odam, kitob, narsalarning ismlari ham ba'zida cho'ng harfda yozildi. Masalan, The Bible, yani Injil ham xristian dinda muqaddas kitobning birisi, shu cho'ng harf. The Quran, Qur'on islom dinidagi muqaddas kitob, ka cho'ng harf. The Almaqtihi, yani hammadan qudratli deb odatda Allohni sifatlaganda mushta Allohning sifatlari, shuning hammasi muqaddaslash, ulug'lash sifatidan hammasi mushta cho'ng harfda yozildi. Yani qisqasi cho'ng harflarni cho'ng shaklda yozilgan ahvollar shu yuqoridagi 5 xil ahvollar. Endi keldik rasmiy tinish belgilari. Tinish belgilarining bugun so'zlaydigan eng birinchisi chekt. Yani chektni gollandcha punt deymiz, yani chekt.
Endi bu chekit işletilgan ahvol birinchi xil ahvol, har bir jumladan keyin chekit qo'yildi. Bizning Uyg'ur tilida shunda har bir jumladan keyin chekit qo'yamiz. Shunga ustidagi jumlaga qarasanglar, ik bin Uyg'ur chekit punt. Hükümet O'zbekiston yana chekit. Ya'ni jumlalarda mana chekit qo'yamiz. Ikkinchi xil ahvol Golland tilida har qanday bizning tilimizda qisqartirilma so'zlar debchi. Asa qisqartirilma so'zlardan keyin qisqartirilma so'zlar jumla ichida kelgan vaqtida chekit qo'yildi. Masalan, an al punt, ya'ni bu asli o chekit qo'yganlik orqali bu qisqartirilma so'zga deb tushunamiz. Ya'ni bu asli namilik deganning qisqartirilmasi. Ya'ni paxina deganning pax chekit, blat zaydi, blat chekit. Ya'ni jumla ichida yozgan vaqtda bu so'zni blat zaydi deb bütün yozishimizdan hojati yo'q, paxina deb bütün yozishimizdan hojati yo'q. Bushta qisqartib yozib chekit qo'ysak bo'ladi, lekin o'qigan vaqtida bütün o'qiymiz. Jumla o'qigan vaqtida hargiz pax deb, blat deb o'qimaymiz, balki agar bu so'zlar jumla ichida kelib qolsa to'liq o'qiymiz. Masalan, Yuli Mohin paxina driyen dertix openen desa jumla ichida yozgan vaqtda mushta qisqartib pax chekit deb yozgan bilan o'qigan vaqtida Yuli Mohin pax chekit deb unda o'qimaymiz, balki bütün o'qiymiz. Endi uchinchi xil ahvol bir qancha so'zlardan tarkib topgan qisqartirilma so'zlar bor. Biz shu qisqartirilma so'zlarning ham ayrim grammatikasini so'zlaymiz keyingi darslarimizda. Mushta bir qancha so'zlardan tarkib topgan qisqartirilma so'zlarning o'ttirisidan ham undan keyin chekit qo'yildi. Masalan, mau am chekit a chekit v, ya'ni am punt a punt v degan bu asli bu met andırı vordan qisqartirilmasi, ya'ni boshqacha qilib aytganda, boshqa so'z bilan aytganda degan, ya'ni in verband met buning jumla ichida yozgan vaqtda i punt v punt m deb yozamiz. O'qiganda to'liqlam in verband met deb o'qiymiz. Bu ham bunda munosabati bilan a u b ashti blift, ya'ni marhamat, ya'ni mushlarning hammasi bir qancha so'zdan tarkib topgan qisqartirilma so'zlar. Bular shekli yozildi, o'ttiroq chekit qo'yilib, lekin biz o'qiganda to'liq o'qiymiz. Ondan chekit qo'yilgan to'rtinchi xil ahvol vaqt va sonlar aralashgan so'zlardan keyin chekit qo'yildi. Masalan, vaqtni ifodalaganda, masalan, 11 dan 35 minut o'tganda biz buni yiziq tilda yozgan vaqtimizda soat bilan minutning o'ttirisiga chekit qo'yamiz. Masalan, 2 dan 30 yoki sonlarni yozgan vaqtda 3456 deganni yiziq tilda yozgan vaqtimizda sonning shu birlik xonasi bilan o'nlik, yuzlik, minglik xonasining o'ttirisiga chekit qo'yildi. Masalan, 4,987,660 buni yiziq tilda yozgan vaqtimizda shu to'g'ri yozish qoidasi har bir xonalarning o'ttiriga chekit qo'yib yozish. Yani qısqası chekit işletildiğin 4 xil ahval mushu. Bu amaliyotda bizning Uyg'ur tilimizga ba'zilar o'xshib qoldi. Biz bugun mushu tinish belgilarininki dastlabki ikkisini o'rgandik. Biz buni 4 qismga bo'lib so'zlaymiz. Keyin qitimliq darsimizda ham boshqalar bilan tanishib chiqamiz. Bugungi darsimiz mushagicha. Ma'qul bo'lsa keyin qitimliq darsimizda ko'rishaylik. Aman bo'lg'aysizlar.